mobodo kasal bo'lib qolsa, uni oldini olish va oldini ola olmasa kimga murojaat qilish va shular haqida ham. Demak, intensiv ishni boshladimi? Intensiv baliqchilikda baliq zichligi katta bo'ldimi? Baliq bir-biriga yaqinlashdimi, bitta baliqdagi kasallik ikkinchisiga o'tish ehtimolligi oshib ketadi. Agar ekstensiv bo'lsa, bitta baliq zararlangan bo'lsa, ikkinchi baliq bilan uchrashish ehtimolligi juda kamda, katta gektarlik ko'llarda. Bu yerda bitta qafasni o'ziga 10 mingta tashlayapmiz. Baliqlar zich joylashgan. Bittasi kasal bo'lib qolsa, ehtimolli ikkinchisiga yuqish juda yuqori. Ikkinchi kuni ikkinchisiga yuqadi, uchinchi kuni uchinchisiga 50% baliqda o'sha 2 kunda zararlangan bo'ladi. 2 kun ichida o'sha 50% gacha. 50% ga. Chunki intensivda buni nazorat qilish juda qiyin. Lekin yo'li bor. Nima qilinadi? Birinchi kelayotgan baliq olinayotgan joyda sog'lomligi tekshiriladi. Jabralari ko'riladi, hammasi ko'riladi. Kelayotgan paytda o'zida mashinaga ortiladi-yu. 3 baliq tashiydigan mashinalarga. O'sha yerda dezinfeksiyalovchi dorisi bor. Metilen ko'ka degan. Ana o'shandan balig'i suvga tushirishdan oldin 10-15 minut oldin tashaladi. Deb baliq polni dezinfeksiya qilinadi. Olib kelingan baliq alohida bitta qafasga tushiriladi. Ko'riladi o'tda ham 5-6 kun. Yeyish qanaqa, o'zini tutish qanaqa. Ana keyin yo'q katta qafasga qo'shiladi yoki o'sha yerda boqib, to vazni bir-biridan farq qilguncha boqiladi, keyin sortirovka qilinadi. Saralanadi. Bu yerda har bitta baliq o'zining qafasida vazniga qarab saralanadi. Agar aralash boqilsa, bu bizning hisob-kitobimizga ta'sir qiladi. Hamma baliq bir xil bo'lishi kerak, soni aniq bo'lishi kerak. Agar katta bilan kichkina bitta joyga tushib qolsa, bu nafaqat o'sha hisob-kitobimizga, baliq o'ziga ham zarar. Nimaga? Kichkina baliq katta baliq oldida yurmaydi, qochadi doim. Katta baliq doim yemga birinchi bo'lib oladi, hammasini yeb qo'yadi, kichkina baliq borsa hech narsa yo'q. Yana o'smay orqada qolib ketadi. O'shaning uchun kichkina baliqni olamiz, alohida o'zini vazniga qarab saralangan joyga solinadi. O'tda o'ziga o'xshaganlar bir xil bo'lgancha hammasiga teng yetib boraveradi. Kasallik bo'yicha demak, xo'p shunaqa qildingiz, barib ko'lni o'zida bor kasallik. Parazitlar bor. U o'tib qolsa nima qilinadi? Bu yerda asosiy e'tibor o'zi dunyodagi kuzatilayotgan tendensiya faqat baliqchilik emas, antibiotiklardan ko'ra ko'proq immunitetni oshiradigan narsalarga e'tibor beriladi. Qafas baliqchiligida, umuman o'zi baliqchilikda ko'proq antibiotikdan ko'ra oxirgi yillarda baliq immunitetini oshirishga e'tibor berish kerak. Yemni o'zi sifatli bo'lsa, baliq o'zi immunitetini o'zi ham ko'tara oladi. Lekin oldini olish uchun kasallangan balig'i ko'ryapsiz masalan, kasallanib yuribdi. Alohidalanib yaxshilab boqish kerak. Vitaminli, mineralli, oqsil yuqori bo'lgan probiotiklar bilan yaxshilab salgina yeb o'ziga keldimi, o'sha kasallik jabrasida bo'ladimi, badanda bo'ladimi, sekin o'zi kurashib yo'q qoladi. Endi boshqa yo'nalishlarda ham shunaqa, masalan, chorvachilikda ham. Qanday aniqlanadi kasal bo'ldi degan narsa nimasiga qarab, baliqlar aktivligigami, yemga kelishiga qarabmi? Demak, kuzatish jarayoni. Kuzatish faqat yem berilayotganda juda effekt beradi. Yem berilganda baliqlar katta ishtaha bilan uchib kelish kerak yemga. Beryapsiz, hammasi yaxshi yeyapti, lekin bittasi kelmayapti nariyoqda. Turibdi yoki sekin suzib yuribdi. Demak, bu signal bo'ladi. E'tibor berish kerak bunga. Shunchaki qarab o'tib ketish kerak emas. Baliq qaysi bir yemni yaxshi yeyapti, qaysi biri salgina harakatida koordinatsiyasi o'zgargan, shunga e'tibor beriladi. O'shani ushlanadi keyin. O'sha tashqi ko'rinish ko'rinadi, umumiy kuzatuvdan o'tadi, jabrasi ko'riladi, kerak bo'lsa ichi yorib, ichi ham ko'riladi. Bu o'zi u kasal bo'lsa ham bo'lmasa ham o'zi tabiiy qafas baliqchiligida bitta ikkita o'zi nobud bo'ladi. Butun sikl davomida где-то bir 10-15% отход bor. O'lim bo'ladi. Lekin shuni ichida ham kuzatuvchilikni pasaytirmasdan, bo'lish kerak ekan demasdan kuzatiladi. Endi haqiqatan aniqlandi deylik. Kasallik bor. Jabrasida qanaqadir parazit yopishdi. Uni butun qafas uje davolanishga o'tiladi. Bu yerda alohidalanish yo'q o'zi. Boyga kelgan boshqa xo'jalikdan kelgani alohida qo'yiladi. Endi boqilayotgan butun xo'jalikning ichida bittasi aniqlansa, butun ratsion, masalan, probiotiklar bilan boqish, xloroform bilan dezinfeksiya qilish. Masalan, qafasni shundoq sidirib kelib, hammasini bitta joyga qamash mumkin. Bu imkon beradi. Tagida bunday arqon o'tkaziladi-da, bunday tortilsa, tagidagi qafas devori bunday keladi yaqinroq.
Hamma baliq bu yerda o'lib qoladi. Tagidan bitta salafan kiydiriladi-da, Ha. keyin ustiga o'sha dorili suv sepiladi. Bu chayiladi hammasi. Bu o'sha tashqaridan yopishgan parazitlarni yo'q qiladi. Jabralarini yuvadi. Qo'yib yuboriladi yana. Yana yem bilan yaxshilab boqiladi. 1-2 kundan keyin yana xuddi shu jarayon qaytariladi. Bu yerda o'sha kuzatiladi keyin. Qani bugun 3 ta o'lim chiqyapti-da, bu ishdan keyin qancha chiqdi? Ishdan keyin masalan 2 ta chiqadi. Yana bor. Ertasi kuni yana qilinadi. Yana dezinfeksiya, yana ko'riladi. Nechta chiqyapti? Bitta chiqyapti, kamayyapti. Yana qaytariladi, ertasi kuni yana qilgandan keyin chiqmayapti. O'ldi, kamaydi o'sha. Balig'i o'zi ham aytayapman, sal immunitet ko'paysa, ko'tarilsa, o'zi yengib o'tadi. Lekin o'shani yengib o'ta olmadimi, qo'shimcha ozgina turtki berish kerak, obработка qilish kerak. Hozir kunda o'sha metilen ko'ki an'anaviy ishlatib kelinadi baliqchilikda. Metilen ko'ki degani bor. Keyin anaqa bor. Zelonka bor, oddiy. O'sha bor. Keyin xloroform bor, formalin. Formalin o'zi 40% bo'lib chiqadi. Bu yerda 4% bilan qayta ishlanadi baliq, obработка qilinadi. Yana boshqa antibiotiklar bor. Amotziklin bor. Sariq parashok, u yemga qo'shib beriladi. Baliq o'zini yemiga aralashtirib beriladi, o'sha ichki tomondan ham ta'sir qiladi. Davolashning eng samarali usuli ham yem orqali bo'ladi. Bu hozir tashqi parazitlarni ishlab berdik. Endi o'shani yem orqali ham o'sha dorilangan yem bilan, masalan, granulada keladigan bo'lsa, dorini suvga eritamiz, granulani yoyib qo'yamizda yoki katta idishga solib, o'sha dorili suyuqlikni solamiz, aralashtiramiz. Bu quruq granula-yu, suvni shimib oladi. Lekin o'sha dorili suvni shimadi, salgina yana quyoshga qo'yib qo'yamiz. Quriydi. Xuddi o'ziga kelib qoladi. O'sha granula bilan bu o'rgangan o'sha. Granulani yeydi. O'sha dorilangan yemni ham yeydi. Ishtaqa bilan ertasi kuni o'sha rezultat ko'rinadi. Yoki diagnoz qo'yilmasdan taxminan qilaversa bo'ladi. Mana hozir sanab o'tgan minovlaringizda yoki bir mutaxassis bilan nima deydi, qay darajaga mutaxassisga qachon murojaat qilish kerak yoki shart emasmi? Demak, baliqlarni kasalligini diagnostika, tashxis qo'yish uchun 3 ta narsani bilish kerak. Birinchisi, nima baliq turini yetishtirayotganini bilish kerak. Bu baliq to'g'risida umumiy hamma xarakteristikani bilish kerak. Necha gradusda yashaydi, qanaqa oziqa yeydi. Demak, baliqlar to'g'risida ma'lumotga ega bo'ldi. Qanaqa baliq boqayotganini biladi. Suv to'g'risida ma'lumotga ega bo'lish kerak. Suvning tarkibi, kislorod, boshqa moddalar hammasini to'g'risida ma'lumotga ega bo'lish kerak. Uchinchisi, o'sha yopishadigan ehtimolli parazitlarni turini bilish kerak. 3 ta narsani bilgandan keyin balig'i ushiydi-yu. Qanaqa sharoitda baliq yashashi bo'ladi? Parazitni qanaqa baliqqa yopishishini biladi. Ko'rgandan keyin tashxis qo'ya oladi. Endi tashxis qo'ydi, o'shanga qarab davolanish boshlandi. Agar tashxis qo'ya olmagan taqdirda ham umumiy preparatlar bor. Hamma kasalliklar uchun universal bo'lgan. Masalan, parazitlar uchun umumiy mana shu xloroformni aytdik yoki metilen kokini aytdik. Bunisiga alohida, bunisiga alohida emas, universallardan foydalansa bo'ladi. Chunki tabiatda o'zida hamma antibiotiklar bor, hammasiga ta'sir qiladi birdek. Parazitlarga ta'sir qiladigani masalan o'shani aytganimiz. Endi boshqa kasalliklar bor, masalan, yuqumsiz kasalliklar bor. Yem sal ayniganida, muddatdan o'tib ketganida o'shani berib qo'ydi, baliq o'zini yaxshi his qilmayapti. Nima qilish kerak? Bu yerda hech qanaqa dori yordam bermaydi. O'sha kuniyoq yemdan to'xtatiladi. Bir 3 kun, 4 kun yem berilmaydi endi. To baliq o'zini tozalab, keyingi yem partiyasini demak yaxshisidan olib, o'sha bilan ozgina berishi boshlanadi. Birdaniga yana o'sha normani bermaydi, yana tushib qolmasligi uchun. Ozgina, lekin olinayotgan yemni doim muddatiga e'tibor berish kerak. Chunki qo'shilayotgan narsa agar muddatdan oshib ketsa, u baliqqa zararga ishlashni boshlaydi. 6 oy deyildimi? 6 oyda berib bo'lish kerak. Bekorga aytilmaydi, o'sha ichidagi qo'shilgan masalan vitaminlar o'zining strukturasini o'zgartiradi. Oksidlanadi havo yordamida, o'zgartiradi. Bu baliqning nafaqat foyda, zararga ham ishlashi mumkin-da. Ana atravleniya shundan kelib chiqadi. Sifatsiz yemlarni berishdan boshlanadi. Yemlarni o'zgartirib boraversa bo'ladimi yoki bitta yemga o'rgandimi, shuni tavsiya qilinadi. Bu shu yem bilan boqish kerak degan narsa.
Yaxshi savol. Masalan, baliq olib kelindi, boqilyapti, lekin qanaqa yem bilan yaxshi o'sishini bilmaysiz. Endi o'zini ko'rsatgan kompaniyalardan yemni olsangiz, bo'ldi, o'sha bilan do'g'ir tuziladi, yil oxirigacha olaman deydi. Bu o'zini tavsiya qilgan kompaniyalar. Lekin unaqa kompaniyalarning ko'pchilik imkoniyati yo'q. Yem olsa. Demak, o'zimizda mahalliy ishlab chiqarish uchun murojaat qiladi. Bunisidan oladi, berib ko'radi. Endi berib ko'rganda 10 kun muddat ichida yem qanaqaligini o'zi ko'rsatadi. Boya aytdim-ku, keldik, vaznini o'lchaymiz, soni aniq. 10 kun boqiladi o'sha yem bilan. 10 kundan keyin keldik, yana vaznini o'lchadik. O'sha yem bilan, yegan yem bilan buni hazm qilishi 1 kilo yeganda qancha o'sdi? Bizga ishlab chiqaruvchi nima deganida? 1,5 kilo yesa, bu 1 kilo o'sadi. 1,5 kilo berdik. Qancha o'sdi? 1 kilo o'smadi. 200 gram o'sdi. Javob bermayapti, talabga javob bermayapti, lekin pul to'lanyapti yemga. Bu to'xtatiladi. Undan yem olish to'xtatiladi. Ikkinchi ishlab chiqaruvchiga yuboriladi. Endi shunaqa vaqtini ketkazgandan ko'ra, mana biz asosan tajribalarni hammasini qilib ko'rganmiz. Tajribadan o'tkazgan baliqchilardan endi maslahat so'raladi. Sen boqib ko'rganmisan? Qanaqa o'sgan? U aytadi, men boqqanimda masalan shunaqa bo'lgan, o'sgan yoki o'smagan. O'shanga qarab orientir olsa ham bo'ladi. Endi tajribasizroq bo'lsa, tajribaliroq bo'lsa, o'sha 10 kun ichida o'zi aniqlaydi. U ya umrini oxirigacha endi tajriba qilmaydi-yu. 5-6 ta yem bo'lsa, 5-6 tasini 10 kundan qiladigan bo'lsa, 1 oy o'tib ketadi. Shuning uchun bittasini eng zo'rini tanlaydi, eng o'zini maqtaganini tanlaydi, 10 kun tekshiradi, javob berdimi bo'ldi, sendan olamiz. Tajribani qilgan yaxshi, chunki vaqti ketib qolmaydi, vaqti sarf bo'lmaydi. Pulni berib qo'yadi, oxirgacha shundan olishga majbur bo'lib qoladi-da, tajribadan o'tkazmaganda. Tajribadan o'tkazsa, to'xtatadi, bunisidan oladi. Zato butun ani ketkazgan, shuncha payt boqayotgan balig'i o'smay qolmaydi-da, vaqtni yo'qotib qo'yadi. Baliq yomon yemni yegan bilan sekin o'sgan bilan yutqizilmaydi. Vaqt ketib qoladi. Vaqtdan yutqazadi. 1 yilda oladigan daromadini 2 yilda oladi. 1 yil yo'qotib qo'yadi-da. Lekin ikkinchi yili o'sha ketkazgan yemini pulini chiqaradi. Zato vaqt ketib qoladi. Agar yaxshi vaqtida tajriba qilib olsa, 10 kun ichida aniqlab olsa, o'sha 1 yilni ekonom qilib qoladi. Sinovdan o'tkazib oladi. Ayniqsa intensiv baliqchilikda mana shu yem bilan bog'langanligi uchun yemga alohida e'tibor beriladi. Yemni sifati, ishlab chiqaruvchini kafolati kelasi birgalikda sinovdan o'tkazib olsa, o'zi uchun ham. Ishlab chiqaruvchi ham qiziqib turadi. Mani yem qanaqa bo'ldi, nima bo'ldi? Yana savol iste'molchi sifatida kasallangan baliqqa ishlov berildi. U bozorga chiqarishi mumkinmi, yo'qmi? Iste'molchi o'sha narsani zararlanadimi, yo'qmi? Uni tavsiyangiz chiqarish kerakmi, yo'qmi? Misol uchun qo'rqyapti, baliqni davolay olmayman deb bozorga olib chiqyapti. Doriladi-yu, lekin birdan bozorga olib chiqyapti. Qanchalik iste'molchi shu narsadan nima deydi, oldini olish kerakmi, qo'rqish kerakmi yoki hech qanaqa zarari yo'qmi? Endi baliq shunaqa narsa, kichkina joyda ko'p baliq boqqandan keyin, masalan agar chorva mollari bo'lsa, bitta tug'ildi, o'shani avaylab katta qilish kerak. Bu yerda baliqda 1000 ta bo'ladi-yu, bittasi o'lib ketsa ham ta'sir qilmaydi. O'shaning uchun agar ommaviy qirilish bo'lmasa, bitta ikkitasi o'lsa, bu kasallangan hisoblanmaydi. Endi ommaviy kasallanib qoldi baliq. Tuzatish iloji yo'q. Bu yerda endi agar o'tkir, virusli yoki bakterial kasalliklar bo'lmasa, bu hamma kasalliklar bitta qovurganda yoki qaynatganda hammasi yo'q ketadi, o'lib ketadi. O'shaning uchun agar sotib olishga ehtiyoj tug'ilsa, o'sha davolab bo'lmaydi. Masalan, tashqi parazit yopishgan, ichiga o'tmagan. Uni bozorga chiqib sotib olinadi. Qovursa yo qaynatilsa? Qovursa, qaynatilsa. Endi kapchonka degan bor, dudlangan. Dudlanganda na qaynatiladi, na pishiriladi. Ana o'sha mahsulotlarga bu narsa tavsiya qilinmaydi. Chunki o'sha parazitlar ichida saqlanib qoladi. Endi buni parazitlari ham har xil bo'ladi. O'sha odamga ta'sir qiladigan, ta'sir qilmaydigan. Agar boshqa hayvonlarda hammasiga ta'sir qiladigan parazitlar bo'lsa, odamga ham ta'sir qiladi. Ta'sir qilmaydigani, agar buni yeb olsa ham odamga ta'sir qilmaydigani bor, o'lib ketadigani. Shu o'lib ketadi. O'shanga e'tibor beriladi. Birinchi sanitariya-epidemiya stansiyadan o'tkaziladi. Qanaqasi odamga ta'sir qiladigan kasallikka ega emas.
ularni o'zi tavsiya beradi. Nodir aka, katta rahmat qiziqarli suhbat uchun. Salomat bo'linglar. Endi mana shu tavsiyalarimiz shulardan iborat. Qiziqqanlar, bilganlar bo'lsa, savollar bo'lsa, kommentariyaga izohlarda qoldirsanglar, xursand bo'lamiz, doim yordam beramiz. Rahmat.